Voqea oddiy kunlarning birida kichik bir shaharda bo'lgan. В одном из домов жил Никита, Kvartiralarning birida фрилансер-программист. Nikita ismli bir Он bolakay делал yashar edi. сайты, U обычный programmist вечер edi. U писал har xil программные dizaynlar задания. tayyorlardi va mijozlarga narsalarni Жил он yetkazib один berar в edi. маленькой U bu съемной borada квартире. juda usta edi. U bugun Этот juda день он kech заканчивал ishlagandi va очередной anchagina проект. charchab qolgandi. Он U kompyuterga juda постоянно diqqat клацал bilan berilib клавиатурой. ketgandi. Lekin u bir narsani payqab qoldi. Bu juda shubhali va g'alati bir voqea bo'ldi. Uning kompyuterining ekrani video syomka ekrani ma'lum muddat yondi va birozdan so'ng o'chib qoldi. Yana yondi va o'chdi. U bundan hayron bo'ldi. U tekshirib chiqdi. Hech qanday shubhali narsa yo'q edi. Menimcha bu vaqtinchalik muammo deb o'yladi o'zicha. Va ertasi kuni u yana ishni davom ettirdi. Hech charchaganga o'xshamasdi. U 6 soat davomida ishladi. Kechagi voqea yana qaytarildi. Lekin bu gal uzunroq. Qisi g'alati bo'lgandi. Go'yoki kimdir Nikitani kuzatayotgandek edi. Bu narsa biroz g'alati edi, lekin u to'xtamadi. Ertasi kuni u 6 soatdan ham ko'proq ishladi. Tinmay faqat va faqat ish haqida o'ylardi. Bunday odamni robotga ham o'xshatishingiz mumkin edi. Kompyuterda viruslar paydo bo'layotgan edi. Nikita aqldan ozgan ish qildi. U hammasini tekshirib chiqdi. Unda qandaydir yangi profil paydo bo'lgan edi. Nablюдатель. Aniqroq aytsak, tanqid qiluvchi. U uni o'chirib tashlashga harakat qildi, lekin o'xshamadi. Bu narsa vaqt olardi, lekin hech o'chirib bo'lmas edi. U qayta va qayta uni o'chirib tashlashga harakat qilardi. Har gal shunchaki qayta yuklash so'zlari takrorlanaverardi. Uni bundan jahli chiqdi. Kompyuterni tekshirdi va kompyuterda yashirinib papka topib oldi. Kimdir uni poylagan ekan. U bu papkalarni asta-sekin ocha boshladi. U birinchi papkani ochdi. Va mana bu yerda u kompyuter oldida ishlayapti. Bu yerda u oshxonaga qarab ketyapti. Bu yerda esa deyarli uxlab qolay deyapti kompyuter oldida. Bulardan eng dahshatlisi shu ediki, har bir rasmning ortida dahshatli bir figura turar edi. Bu figura har gal rasm olinganda tiniqroq va dahshatliroq chiqib borayotgan edi. Bu narsa uni juda ham qo'rquvga sola boshladi va u tushundi. Ana endi u uning ortida. U asta-sekin ortga o'girildi, lekin hech narsa yo'q edi. U nima qilishni bilmadi va asta-sekinlik bilan kompyuterning tepasini shunchaki skotch bilan yopishtirib qo'ydi. U kamerani berkitdi va barchasini tozalashga kirishdi. Ammo qiziq taraf shundaki, bu gal barchasi o'xshadi. Hamma narsa, o'sha akkaunt ham uzildi. Uni shunchaki yopish mumkin edi. U rasmlarni esa o'chirib tashladi. Ertasi kun esa hammasi o'z joyida edi. Lekin toki kompyuteriga yana bir bor yangi rasmlar kelmaguniga qadar. Bu gal u yangi akkauntni payqab qoldi va u yerda unga yangi rasm yuborilgan edi. Bu rasmda u shunchaki stolda o'tirib kompyuter bilan ishlayotgan edi. Qiziq taraf shunda ediki, bu gal u orqa tarafdan olingandi. Hali kompyuter berkilgan edi. Nahotki televizor dedi u. Asta-sekin televizorga qaradi. Endi u televizor dedi. Televizorning kamerasida. Uning yuragi juda tez ura boshladi. Tanqidlovchi o'sha yerda edi. U nima qilishni bilmasdi, faqat televizorga qarab turar edi. U yerda esa o'sha dahshatli figura paydo bo'la boshladi. Ha, tanqidlovchi.